Zakaz qilish sizlardan yetkazib berish bizdan bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, bazasi yetkazamiz. Eng katta bazasi bo'ladi. Bitta gudoy tashlaydigan bo'lsangiz, dastlabkilarni qilib berar ekan. Garantiyalari bor ekan, oldindan 1 so'm pul to'lov qilmaysiz. Shunday zakaz qiladigan bo'lsangiz, olib boradi, ishlatib beradi, ma'qul kelsa pul to'lov qilasiz. Do'stlar, bundan tashqari bu yerda yem meshalkalar, drabilkalar, aravalar har xildan bor, hattoki hashak yig'ishtirish uchun mana bunday aravalar ham bor ekan, universal bo'ladi. Do'stlar, qaranglar, juda ham zo'r. Chorva boqiydigan akalarimiz, masalan, go'ng-po'ngini yoki hashaklarni mana shunday qilib yig'ishtirib qo'yilsa, narxlari atiga 2 million so'mda atrofida bo'lar ekan. Bundan tashqari meshalkalar ko'ryapsizlar, narxlari 2 million 600 ming so'mdan 19 million so'mgacha bo'ladi. 5 sekundda bitta prista chiqarib yuboradigan mana shu eng kattasi 19 million so'm vakuumlasa bo'ladi. O'zini maxsus qoplari bo'lar ekan, qopiga tashlab beraveradi. Bundan tashqari atalar uchun idishlar bor ekan. Mana bunday hashak aralashtiruvchi meshalkalar bor. 300 kilodan 1 tonnagacha qarab ketaverar ekan. Ob'yomni ko'ryapsizlar. Aravalarimiz bor. Aravalarimiz narxlari 2,5 million so'mdan yuqorilashib ketadi. Mana bu yem aralashtiruvchi meshalkalarimiz xo'p 7 million so'mdan yuqorilashib ketaveradi. Har xilidan bor. Dastlabkilari tekin ekan, do'stlar, vodiniychiga tekin. Oldindan 1 so'm to'lov qilmaysiz, borgandan pul berasizlar. Asosiysi motorlariga 3 oy garantiyasini berar ekan. Ho'l quruq umuman tanlamaydi, yamlama yutadigandan bo'ladi. Ekran telefon nomerlari bo'ladi, bog'lanaverasizlar.